Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Max Tuningda bugun Cobalt avtomobili tayyor. Bu Cobalt avtomobilimizga yangicha bo'lgan MCM Cobaltni monitorlarni polni multimedia sistemasini ulab ishlatib berganmiz. Bloklarigacha o'rnatilgan. Hammasi joy-joyi, o'rni-o'rnida ishlaydi. Xo'p, mana rullarini ham qaranglar. Rullar ham MCMnikini qo'yganmiz. Qora salonli monitorlarni ham qo'yib o'rnatib berganmiz. Undan tashqari bitta Malibu 2 bar o'rnatib berdi. Tablolarni tuning qilib berdi. Unaqa akkuratni yonadigan qilib, oyna podsetkalarni ham oq rangga yonadigan qilib yubordi, xudo xolisi. Hop, bu avtomobilimiz tayyor. Bu monitorimizga CarPlay urasak bo'ladi, o'rnatsak bo'ladi, ishlaydi. Undan keyin zadniy kamerani ulab ishlatib yuborsa bo'ladi, muammosiz ishlaydi. Bilasizlar, boshqa mashinaga olganda blokirovkaga tushib qoladi. O'sha blokirovkalarni ham yechib o'rnatib berganmiz. Hamma bloklari bilan yechib joyida o'rnab ulab ishlatib berdik, xudo xolisi. Ham funksiyalari ishlayapti. Rul upravleniya, multimedia, ovoz chiqarishlari ham zo'r. Xullas, mana shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, Max Tuning murojaat qilaverasizlar. Avtomobillarda nima xizmat bo'lsa, chiroyli qilib bitirib beramiz. Mana MCM rulni o'rnatdik, kruz kontrollari bilan, tablolarni tuning qilib berdik. MCM monitor multimedia sistemasini o'rnatib berdik. Malibu 2 bar, salon podsetka, chexol. Xullas tayyor. Max Tuningdan o'zlashmaydi.